Assalomu alaykum. Sher Fishing YouTube kanali obunachilar. Biz bugun Quva tumanida joylashgan, Quva tuman markazida joylashgan Dunyo baliqchilar do'konidamiz. Dunyo baliqchilari. Baliqchilar dunyosi esdan chiqib qoldi. Anchadan beri bu joyga abz o'qigan kelmodik. Ancha do'konni to'ldirishib, zo'r qilib qo'yishibdi. Hozir ozgina bo'lsa ham yo'limiz tushib qolganda sizlarni narsalar bilan, shu anjomlar bilan, o'quvchilarga kerakli bo'lgan anjomlar bilan tanishtirib o'tamiz narx-navosi bilan. Xo'sh, bu yerda o'quvchilar uchun vazushkalarga o'qlar bor ekan, ha? Ular qanchadan pachkasi? 100 ming. 120 ming. 4,5 5,5. Xo'p, bu yerda 6,5 lik ham bor ekan. Soatlarimiz harbiylarga, ichki ishlarga, bular. Bu har xil endi yem tayyorlash uchun nima, spreylar, ha? Bular qanchadan? 5 ming so'm. Ularchi? 25 mingdan. Xo'p. Yaxshi. Manochi, asallimi? 15 ming so'm. Yaxshi. Toshlarimiz. Toshlarni bo'sh pastda 20 ming so'mmi? Donasi, donasi 1000 so'mdan. Gram ham har xil. Yemlarni ham har xil bor ekan, karmushkalar. Nimaga? Xo'p. Patsaylar qanchadan? Patsaylar 250 ming. 250 ming da bu, ha? Kichkinalarichi? Kichkinachalar ham bor ekan. Bu endi shu marinkaga, farelga chiqqanda ishlatgani yaxshi ekan. Xo'p, o'ga chiqqanda choy qaynatgani, ovqat qilgani, gaza bu, ha? Ulab olgani. Qanchadan bular? Gazi 30 ming. 30 ming so'm. Fanarlarchi? Fanar unisi 350 ming. 350 ming. Zo'r ekan fanar. Kilometrga chiqadi. Voy, kattasi ham kelibdi mana. Bularchi? 220 ming so'm ekan. Fanarlarning kattasi 220 ming. Xo'p, har xilidan bor ekan bu yerda. Kelib ko'raverasizlar. Binokullarimiz, ha? Yangilik qo'shdi binokullarga. Binokullar qanchadan? Ashnasi 450 ming. 450 ming. Xo'p, bunisi-chi? 1 million. 1 million. Bunisi zo'r shekilli-da. O'zuvchilar tushunadi. Nimalar, ha? Vazushkalarga, binokullar, optikalar, o'quvchilarimiz uchun o'rdichilar ham bor ekan. Kurchoylar. Xo'p, 10 ming so'm ekan. Mana qutidagisi har xilidan bor. Pachkasi 10 ming so'm. 10 ming so'm. Razmeridan katta. To'kaylarimizni xilidan bor. Bemalol kelaverasizlar. Yem tayyorlash uchun mana yemlarimiz. Tayyor mahsulotlar. Sazan o'lga chiqadiganlarga. Endi yangisi qayerdan keldi buni? Kim ishlab chiqaryapti? Toshkentdan. Bir bo'ladigan joyga o'zi borib olib keldi. Ha, yo'q. Tayyor bu, ha? Tayyor 150 gram suvga tayyorlanadi. Bu asalli ekan, ha? Bunisi chesnoyli. Chesnoy. Barbaris. Gap yo'qmi? Bu qancha endi bittasi? 30 ming so'm, ha? 1 kilolik. Toshkentdan keldi asobi, bu, ha? Effekt zo'r bo'lyapti. Effekt yaxshi bo'lyapti ekan. Xo'p. Qarmoqlar, udushkalarni assortilari shetda. Endi hozir bular bitidan nima qiladigan bo'lsak, ancha cho'zilib ketib qoladi. Yozgi kunlarda tavsiya qilaman, hammaga o'zim ishlataman. Ko'pchilik so'raydi. Qanaqa, qancha narxi? 120 ming so'm. Muzdek suvni quyasiz. Yozgi kunida 5 gacha, soat obeddan keyin 5 gacha, ertalab sahardan 5-5:30 gacha muzdek holatda suv turadi. Shinurchasi bor, bitta shlankasi, o'sha shinarkasidan suvni tortib ichasiz. Xo'sh, yana nimalarimiz bor? Patsak, naqadar sadoblar mana. Qarmoq, baliq sogani. Xo'sh. Bu nima bu? Karpiylar. Ha. Sumka. Karpiylarga qarmoq sogan ekan. Yangilik. Xo'sh, leskalarimiz. Endi bu yerda firminli kurchoylarni turidan, har xildan mana. Leskalarimiz 20 ming so'm. 60 ming so'm ekan mana o'zi. 10 metr uzunroq ekan. Kurchok, biz ishlatadigan kurchok bu. Ilon boshchilar yaxshi ko'radigan kurchok. Mana kattasi ham bor ekan bu yerda. Mana 13lik ilon bosh shoviga zo'r o'sha kurchogimiz. Bu yerda ham lapatachalar. Ular qanchadan? 65 ming. Xo'p. Ko'proq mana bu narsani men ishlataman. Ahamiyat bergan bo'lsalar, o'sha 7 metrli qarmoqlarimga o'rayman. Yaxshi narsa bu ham, kerakli. 20 ming so'm. Donasi 20 ming so'mmi? Donasi. Donasi. Yaxshi.
Shuncha ishlatdim. 10 yil deganda shu sun'iy baqaga bir marta ilon boshi oldim to'g'risi. Mana bu narsani shunday ushlab turganda. Mana shunday ushlatsang, bitta ushlatsang. Yaqinda Islom do'konida sotib olgan to'g'risi. Sadrida, Nizomida men do'konimda ham bor deydi. Bu qancha narxi? 130 ming. 130 ming. Juda zo'r narsa ekan to'g'risi. Buni ilon boshi o'g'ga chiqadiganlar, sazanga borasini olib ishlatib ko'ring. Maza qilasizmi? Kalsonni qaranglar, juda ham mustahkam ishlangan. Zo'r ishlangan. Xullas, bitta bundan juda ham seroq. Esalarni keling bor. Eskalarni mana har xil katushkalar endi. Xohlagan 100 dan bir katushkalarni. O'tirib maza qilib dam olib o'qilaman deganlarga. Ha? Hamma tashlab qo'ydi. Juda qilib uxlagan bo'laverasiz. Chuvachani sotilyaptimi? Chuvachang ham bor. Aparishchi. Aparish. Chigirtkani Tugab qoldi. Chigirtkani ham qilishgan. Maniga sezonda hozir. Xo'sh, bitta ham havolar har xil. Tepada nem so'raydigan gap yo'q. Endi bu tomonda alohida ko'rsataveramiz mana ham. Bu tomonda mana harbiylar uchun, o'quvchilar uchun kamarlar, futbolkalar, shimlar, krossovkalar va mana qishga shapka sharflar. Do'konimiz Quva tumani markazida eski o'sha go'sht markazi o'rnida joylashgan. Shu do'kon. Endi har bitta narsani bittalab hozir obzor qiladigan bo'lsak, vaqtimiz yo'q. Yo'l-yo'lga tushgandik. Endi sekin aytsak ham bo'laveradi. Karpalilar uchun yangiliklar ko'p aytdi. Yomon ekan, mana ha? O'zi ham yomon ekan bu, ha? Mana narsa ham yaxshi narsa lekin. Ko'rsatib berashdi. Yaxshi narsa. Anchagina narsa sig'adi. Mana yonida ichida bunaqa sashnigi bor-da. Qarmoq pashsha bo'lmaydi ancha o'sha narsa. Shunda 4 ta karpoy ham bor. Zo'r. Qancha bu? 430 ming. Zo'r. Mana o'sichi. Bu ham qarmoqqami? Ko'rsatmayman. Bunisi yonlardan tarqagan. Maqbul. Bu qancha? 350. 350 ming. Chiqar ham keyin. Yangi tovarlar, yangiliklar qachon keladi? Shu haqida gapirsak. Yangiliklar shu haftaning oxiriga yetib keladi. Yetib keladi. Bugun juma bo'lsa, o'sha dushanbadan tayyor bo'ladi. Dushanbadan tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu kuyni qaranglar endi. Donasi qanchadan? Donasi 3 ming. Bularchi? 8 ming. 8 ming. Mana chikotalar 15 ming. 15 ming. Kalagonchiydi, bunday kattalarini. Bular qancha? 2 ming. Bugun ham o'sha. Voy bu. Bu dori-yu bu. Bu ovoz. O. Yaxshi. Tog'amiz ham o'quvchi shekilli, tog'a. O'quvchimisiz? O'quvchi. Nima? Qaysi baliq? Hozir marinka bo'ladi. Marinka chiqyapsiz, marinka? Bo'ladi, chiqyapti. Ha, qayerlarga chiqyapsiz? Farg'ona katal bo'ylardan. Ha, yaxshi. Nima? Biz ham chiqib turibmiz, asosan chigirtka yaxshi olyapmiz. Yangilikni eshitib keldik biz. Ko'rib mana o'tgan safar kelganda uncha narsa yo'q edi. Mana bo'ldi. Kerakli narsamiz ketdi. Mana ular bo'lib nasib qilsa tutamiz. Zo'r. Endi bitta chigirtka olib kelib qo'yishsa, Chigirtka bilan ana nimadan? aparish. Apash. Zo'r bo'ladi. Apash bo'lsa yana hozir marinkaga. Bundan bag'iga endi marinkaga chiqiladi. Xolos o'zi endi ko'lga borganlar endi shu chuvalchan ishlatmasa, to'g'rimi? Rahmat tog'a. Sog' bo'ling. Xullas, bugungi obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Haftaning oxiriga yangiliklar keladi. Yangiliklar kelganda bir kelib obzor qilamiz. Keyingi 2026-yil mavsumda xudo xolasa har haftalik yangiliklarni obzor qilib YouTube kanalimizda ko'rsatib boramiz sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.